Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bir ajoyib do'konga keldik. Inshaalloh bu Xonobod territoriyasida xo'p choyxonalar, darchalar, xo'p uylarimiz uchun kelin tomon deymizmi, kuyov tomon deymizmi, hammasi uchun idish tovoqlarning xillaridan bor ekan. Do'stlar ko'ringlar, bu idish tovoqlarimiz nima deydi? O'zlaringiz istagan holatda qanaqangi idish tovoqlar kerak bo'lsa yetkazib berishi mumkin ekan. Mana bu yerda mana ajoyib tovoqlarimiz bor, choyxonalar, xo'p, uylarimiz uchun, mana osh yeydigan choyxonalar uchun osh bo'lsin tovoqlarimiz, mashhur trenddagi tovoqimiz, doim ishdan tushmaydi bu tovoqlarimiz. Xo'p, mana tovoqlarning xillari, idishlarning xillari, hamma idishlarimizdan bor. Inshaalloh aloqaga chiqsalaring nomerlarini qo'yib ketamiz. Manzillarimizni tushuntiradigan bo'lsak, biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaharchasi bilan Suntalot shaharchasining ikkalasining o'rtalig'idagi yo'lda joylashgan. Inshaalloh aloqaga chiqib kerak bo'lsa aytgan idishlaringni olib kelib beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar.